Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga shoshilinch va o'ta muhim ma'lumot bilan murojaat qilmoqdaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu video siz uchun nihoyatda muhim. Keyingi 10 kun ichida qilishingiz kerak bo'lgan bir narsa bor. Aks holda jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqa to'lovlarining to'xtatilishiga, balki ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talabiga ham olib kelishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot hamma uchun juda qimmatli. Asosiy muammo nimada? Keling avvalo asosiy muammo nima ekanligini va nima uchun bu shunchalik dolzarb bo'lib qolganini tushunib olaylik. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra pensionerlar o'zlarining nafaqa olish huquqiga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga o'z vaqtida xabar berishlari shart. Ilgari bu qoida mavjud bo'lsa-da, uning ijrosi unchalik qat'iy nazorat qilinmasdi. Ko'pincha pensionerlar bu majburiyat haqida to'liq ma'lumotga ega emas edilar yoki o'zgarishlarni kechiktirib xabar berishlar jiddiy oqibatlarga olib kelmasdi. Ba'zi hollarda pensionerlar o'zgarishlar haqida xabar berish muddatlari uzoqroq bo'lishiga ishonishardi. Masalan, bir oy yoki undan ko'proq. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya jamg'armasi ushbu qoidani yanada qat'iy nazorat qilishni boshladi va nafaqa ta'minotiga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarish haqida aniq 10 kalendar kuni ichida xabar berish majburiyatini qat'iy talab qilmoqda. Bu muddatning qisqartirilishi va unga rioya etilmaslik oqibatlarining jiddiylashishi ko'plab pensionerlar uchun jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Bu o'zgarishlar davlat tomonidan nafaqa to'lovlar tizimidagi shaffoflikni oshirish, ortiqcha to'lovlarni oldini olish va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish maqsadida amalga oshirilmoqda. Oddiy qilib aytganda, agar sizning hayotingizda pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan biron bir o'zgarish yuz bergan bo'lsa, siz bu haqda 10 kun ichida xabar berishingiz kerak. Agar xabar bermasangiz, sizga noto'g'ri to'langan pullar keyinchalik qaytarib olinishi mumkin. Bu esa sizga katta qiyinchiliklar tug'diradi. Nima haqida bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Keling, eng muhim savollarga javob beraylik. Qanday o'zgarishlar haqida xabar berish kerak? Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi lozim va kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Bu jarayonni har bir tafsiloti bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda xabar berish kerak bo'lgan eng asosiy o'zgarish bu asliq ishga joylashish yoki ishdan bo'shash. Agar siz nafaqa olib turgan bo'lsangiz va ishga joylashsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga darhol xabar berishingiz shart. Buning sababi shundaki, ayrim turdagi nafaqalar, masalan, nogironlik nafaqasi yoki ayrim hollarda yoshga doir nafaqalar ishlayotgan shaxslar uchun boshqacha hisoblanishi yoki umuman to'lanmasligi mumkin. Misol bir Shahnoza opa, 65 yoshli pensioner, unga yoshga doir nafaqa to'lanardi. U 3 oydan beri ish qidirib yurgan edi va nihoyat kichik bir korxonada yarim stavka hisobida, ya'ni kuniga 4 soat ishlash imkoniyati topdi. Uning oylik maoshi 2 million so'm edi. Shahnoza opa ishga joylashganligi haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi yoki bu haqda bilmasdi. U 3 oy davomida ham nafaqa ham maosh oldi. Agar pensiya jamg'armasi bu haqda bilsa, Shahnoza opaga to'langan nafaqa qayta hisoblandi va uning 3,6 million so'mlik nafaqasi ortiqcha to'lov deb topiladi. Bunday holda unga ushbu mablag'ni qaytarish talabi qo'yiladi. Qaytarmasa, bu summa kelgusi nafaqa to'lovlardan ushlab qolinishi yoki sud orqali undirilishi mumkin. Buning sababi shundaki, qonunchilikka ko'ra ishlovchi pensionerlarga nisbatan nafaqa hisoblash tartibi farqlanadi va ba'zi nafaqa turlari uchun ish haqi hisobga olinadi. Agar siz ishdan bo'shasangiz, bu haqda ham xabar berishingiz kerak. Chunki bu sizning nafaqa miqdorining oshishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi muhim o'zgarish bu oymiy yashash joyining o'zgarishi. Ayniqsa, agar siz boshqa viloyatga yoki xorijga ko'chib o'tsangiz. Nafaqa to'lovlari sizning doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Misol 2, Odil aka 70 yoshli pensioner Toshkent shahrida yashardi. Uning qizi Rossiyada yashaydi va Odil akani o'z yoniga chaqirdi. Odil aka Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib ketdi va u yerda Rossiya fuqaroligini ham oldi. U bu haqda O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 6 oy o'tgach pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasini tekshirish jarayonida Odil akaning O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tmaganligini va xorijga chiqib ketganligini aniqladi.
Natijada unga 6 oy davomida to'langan nafaqa. Aytaylik, oyga 1 million so'mdan 9 million so'm ortiqcha to'lov deb topilib, uni qaytarish talabi qo'yildi. Bundan tashqari uning nafaqa to'lovi to'xtatildi. Bu yerda sabab shundaki, O'zbekiston fuqarolari bo'lmagan shaxslarga O'zbekiston nafaqalari to'lanmaydi va boshqa mamlakatda doimiy yashovchi shaxslarga nafaqa to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Yangi manzilga ko'chganingizda nafaqa yig'ma jildingiz ham yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga o'tkazilishi kerak. Aks holda to'lovlarda uzilishlar bo'lishi mumkin. 3-turdagi o'zgarish bu oilaviy ahvolning o'zgarishi. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilar uchun. Agar siz marhum turmush o'rtog'ingizning nafaqasini olayotgan bo'lsangiz va qayta turmush qursangiz, bu haqda xabar berishingiz shart. Misol 3. Dilorom opa 75 yoshda vafot etgan erining boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olardi. 1 yil oldin u boshqa odamga turmushga chiqdi. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Chunki bu haqida bilmasdi yoki unchalik ahamiyat bermadi. Qonunchilikka ko'ra, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi agar nafaqa oluvchi qayta turmush qursa to'xtatiladi. Pensiya jamg'armasi 1 yildan keyin bu holatni aniqladi va Dilorom opaga 2 oy davomida to'langan nafaqani aytaylik. Oyga 2 million so'mdan 24 million so'm qaytarish talabini qo'ydi. Bu holatda agar Dilorom opa o'z vaqtida xabar berganda, nafaqa to'lovi shunchaki to'xtatilar edi va u hech qanday qarzga ega bo'lmas edi. Ammo xabar bermaslik uning uchun katta moliyaviy muammolarga olib keldi. Shuningdek, asosiy boshqa turdagi davlat nafaqalarini olishni boshlashingiz ham pensiya jamg'armasiga xabar berishni talab qiladi. Ba'zi nafaqa turlari bir-birini istisno qilishi yoki bir vaqtning o'zida ikkita turdagi nafaqa olish mumkin bo'lmasligi mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasi oluvchi agar qarilik nafaqasi uchun huquqiga ega bo'lsa, ulardan birini tanlash kerak bo'ladi. Asosiy qaramog'idagi shaxslar sonining o'zgarishi ham muhim. Agar sizning nafaqangiz qaramog'ingizdagi voyaga yetmagan bolalar yoki boshqa shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlarni o'z ichiga olgan bo'lsa va bu shaxslardan biri vafot etsa, voyaga yetsa yoki mustaqil yashay boshlasa, bu haqda xabar berishingiz shart. Misol Döti, Muzaffar aka, nafaqaxo'r. 2 nafar voyaga yetmagan nabirasini qaramog'ida saqlagani uchun nafaqasiga qo'shimcha to'lov olardi. Nabiralardan biri 18 yoshga to'ldi. Muzaffar aka bu haqda 10 kun ichida xabar bermadi. Natijada unga bir necha oy davomida ortiqcha to'lov amalga oshirildi va pensiya jamg'armasi bu summani qaytarishni talab qildi. Aslida kimlar tashvishlanishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlardan bir o'rtasi so'nggi 10 kun ichida sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi kutilayotgan barcha pensionerlar tashvishlanishi kerak. Shuningdek, keksa yoshli yoki sog'lig'i yomon bo'lgan pensionerlarning oila a'zolari va qarindoshlari ham bu masalaga jiddiy e'tibor berishlari lozim. Chunki ular pensionerlar nomidan harakat qilishlari kerak bo'ladi. Hozirgi vaziyatda o'zgarishlar sodir bo'lgan har bir pensioner bu haqdagi xabarni yetkazishni o'zining asosiy vazifasi deb bilishi lozim. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning hayotingizda nafaqa olish huquqiga ta'sir qiluvchi yuqorida sanab o'tilgan hech qanday o'zgarish sodir bo'lmagan bo'lsa, siz hozircha xotirjam bo'lishingiz mumkin. Masalan, shifokorga borish, oddiy salomatlik tekshiruvi, do'stlaringizni ziyorat qilish kabi holatlar pensiya jamg'armasiga xabar berishni talab qilmaydi. Sizning nafaqangiz barqaror bo'lsa, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Faqatgina biror o'zgarish ro'y berganda ogoh bo'ling. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar. Endi esa bu qoidaning ba'zi istisnolariga, tez uchraydigan kamchiliklarga va unchalik aniq bo'lmagan nuanslarga e'tibor qarataylik. Ba'zi o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga xabar berishni talab qilmaydi. Masalan, salomatligingizda kichik o'zgarishlar. Agar ular nogironlik darajangizga ta'sir qilmasa, rasmiy ravishda xabar berish shart emas. Shuningdek, uy manzilingiz o'zgarmasdan turib, telefon raqamingiz yoki bank kartangiz raqami o'zgarishi haqida ham darhol xabar berish shart emas. Lekin keyinchalik nafaqa olishda muammo bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlarni yangilash tavsiya etiladi. Ba'zi turdagi nafaqalar uchun, masalan, harbiy pensionerlar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Ularning o'zlarining alohida pensiya jamg'armasi organlari bo'ladi. Shuningdek, ba'zi ma'lumotlar, masalan, shaxsning vafoti haqidagi ma'lumotlar FX, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limi orqali pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetkazilishi mumkin, ammo bunga butunlay ishonish xavfli bo'ladi.
Agar yaqinlaringizdan kimdir vafot etgan bo'lsa, baribir pensiya jamg'armasiga o'zingiz borib xabar berish tavsiya etiladi. Chunki avtomatik almashinuvda texnik nosozliklar yoki kechikishlar bo'lishi mumkin. Ana shu kamchiliklar va tuzoqlar. Aytdi, men bilmasdim, bahonasi ish bermaydi. Eng katta kamchiliklardan biri bu qo'ydani bilmasdim deb o'ylash. Afsuski, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Davlat organlari qonunlar qabul qilinganidan keyin ularni ommaga yetkazganliklarini hisoblashadi. Kichik o'zgarishlar muhim emas deb o'ylash. Astirish ba'zi pensionerlar kichik deb hisoblagan o'zgarishlar, masalan, yarim stavka ishga kirish aslida juda muhim bo'lishi mumkin. Har qanday o'zgarishni kichik yoki ahamiyatsiz deb baholashdan saqlaning. Agar shubhangiz bo'lsa, har doim pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Astirish yaqinlarga ishonish. Pensiya jamg'armasiga xabar berishni yaqinlaringizga topshirib qo'yishingiz mumkin. Ammo ular muddatni unutib qo'yishi yoki ma'lumotni noto'g'ri yetkazishi ehtimoli bor. Eng yaxshisi bu masalani shaxsan o'zingiz nazorat qiling yoki ishonchli shaxs orqali rasmiy vakolatnoma bilan harakat qiling. Astirish xabar berishdagi kechikishlar. 10 kunlik muddat juda qisqa. Hatto 1-2 kunlik kechikish ham muammolarga olib kelishi mumkin. Muddatni qat'iy nazorat qilish lozim. Noaniq nüanslar. 10 kun qachondan boshlanadi? Bu muddat o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Siz bu haqda bilgan kuningizdan emas. Masalan, agar siz 1 aprel kuni ishga kirsangiz, 11 aprelga qadar pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Astarish kasallik yoki chet elda bo'lish holati. Agar siz kasal bo'lsangiz yoki chet elda bo'lsangiz va o'zingiz xabar bera olmasangiz nima bo'ladi? Bunday hollarda siz ishonchli vakolatnoma doverenost orqali boshqa shaxsni o'z nomingizdan harakat qilishga vakolat berishingiz mumkin. Bu vakolatnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Xabar berish va ro'yxatdan o'tkazish o'rtasidagi farq. Siz shunchaki og'zaki xabar berishingiz emas, balki yozma ariza bilan tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Faqat og'zaki xabar berish rasmiy hisoblanmaydi va keyinchalik muammolarni hal qilishda dalil bo'la olmaydi. Ortiqcha to'lovlarni undirish. Agar sizga ortiqcha nafaqa to'langan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu summani qaytarishni tasavvur qiladi. Qaytarmasangiz, kelgusi nafaqa to'lovlaridan ushlab qolinishi mumkin. Agar bu miqdor katta bo'lsa, sud orqali undirilishi ham mumkin. Bu esa sizga qo'shimcha sud xarajatlari va ma'muriy jarimalar yuklashi mumkin. Bu holat pensioner uchun juda og'ir iqtisodiy va psixologik yuk bo'lishi mumkin. Amaliy maslahat nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizning hayotingizda nafaqa ta'minotiga ta'sir qiluvchi o'zgarish sodir bo'lgan bo'lsa, aniq qanday qadamlarni bajarishingiz kerak? Sizga batafsil ko'rsatmalar beraman. Biriz o'zgarishni aniqlang. Avvalo, sizning hayotingizda qanday aniq o'zgarish sodir bo'lganligini tushunib oling. Bu ishga joylashishmi, ishdan bo'shashmi, yashash joyini o'zgartirishmi, oilaviy ahvolning o'zgarishimi yoki qaramog'ingizdagi shaxsning holati o'zgarishimi? Bu o'zgarish qachon sodir bo'lganini aniq kunni eslab qoling. Esda tuting, 10 kunlik muddat shu kundan boshlab hisoblanadi. 2. Astirish hujjatlarini to'plang. O'zgarishni tasdiqlovchi barcha tegishli hujjatlarni yig'ing. Agar ishga joylashgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi mehnat daftarchasidan ko'chirma. Agar ishdan bo'shagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi mehnat daftarchasidan ko'chirma. Agar yashash joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, yangi manzilga ro'yxatdan o'tganligingiz haqidagi pasportingizdagi shtamp nusxasi yoki FXdan ma'lumotnoma. Agar xorijga doimiy yashash uchun ko'chgan bo'lsangiz, shaxsiy guvohnomangiz va xorijga chiqish ruxsatingiz agar mavjud bo'lsa nusxalari. Agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, qayta turmush qurish nikoh guvohnomasi nusxasi. Agar qaramog'ingizdagi shaxs vafot etgan bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma nusxasi. Barcha holatlarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport va nafaqa guvohnomasining nusxalari doim kerak bo'ladi. U uchun qayerga murojaat qilish kerak? Sizning doimiy yashash joyingiz, ro'yxatdan o'tgan manzilingiz bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bu joylashuvni aniq bilmasangiz, mahalliy fuqarolar yig'inidan yoki internet orqali aniqlab olishingiz mumkin. 4. Ariza yozish. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, o'zgarish haqida yozma ariza topshirishingiz shart. Ariza erkin shaklda yozilishi mumkin, ammo unda quyidagilar majburiy tarzda ko'rsatilishi kerak. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limining nomi, masalan,
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani pensiya jamg'armasi bo'limi boshligiga. Sizning FHS pasport ma'lumotlaringiz, seriya raqam kim tomonidan va qachon berilgan, nafaqa guvohnomangiz raqami, sodir bo'lgan o'zgarishning aniq tarifi, masalan. 2024 yil 10 iyundan boshlab Alfa MSHda ishga joylashganligimni ma'lum qilaman. O'zgarish sodir bo'lgan sana. Arizaga ilova qilinayotgan tasdiqlovchi hujjatlarning ro'yxati, masalan, ilovada mehnat shartnomasi nusxasi, pasport nusxasi. Ariza yozilgan sana. Sizning imzoingiz, ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. 5. Arizani topshirish. Arizani shaxsan pensiya jamg'armasining qabul bo'limiga topshirish eng maqbul usuldir. Arizangizning o'zingizda qolgan nusxasiga qabul qilgan xodimdan sanasini va imzosini qo'yib, muhr bosishni so'rang. Bu sizning xabar berganligingizning yagona ishonchli dalili bo'ladi. Agar shaxsan bora olmasangiz, davlat xizmatlari markazlari orqali, masalan, MyTalkOff o'z portali orqali elektron murojaat shaklida yoki pochta orqali, buyurtmali xat orqali xatni olganlik to'g'risidagi bildirishnoma bilan yuborishingiz mumkin. Ammo shaxsan topshirish eng ishonchli va tezkor yo'l hisoblanadi. Asterisk tasdiqnoma olish. Yuqorida aytilgandek, har doim arizangizning nusxasiga pensiya jamg'armasi xodimining imzosi va muhrini qo'yib oling. Bu hujjat kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizning himoyangiz bo'ladi. Hech qachon ushbu dalilni e'tiborsiz qoldirmang. Bu hujjatni kamida 4 yil saqlashingiz tavsiya etiladi. 7. Ochiq muddatga rioya qiling. Eng muhimi, bu yuqorida sanab o'tilgan barcha amallarni o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab asosiy 10 kalendar kuni ichida bajarish. Muddatga rioya qilmaslik yuqorida aytib o'tilganidek jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hech qachon shifokorga bormasdan o'zingizni davolashga urinmaganingiz kabi, pensiya jamg'armasiga bormasdan vaziyatni o'zingiz hal qilishga urinmang. Agar shubhangiz bo'lsa, har doim pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling va aniq ma'lumot oling. Ularning maslahati siz uchun eng to'g'ri yo'nalish bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov shunday qilib, aziz do'stlar, esda tuting, nafaqa ta'minotidagi o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish bu sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonun bilan bog'liq muammolarning oldini olish kalitidir. 10 kunlik muddatga jiddiy yondashing va har qanday o'zgarish haqida o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga xabar bering. Bu sizning tinchligingiz va byudjetingizdagi teshiklar yo'qligining kafolatidir. Ushbu ma'lumotlarning barchasi siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'zingizning fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozing. Balki sizda ham shunga o'xshash vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.